Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimizda biz 19-unitni boshlaymiz. Bugungi darsimizda I am doing yoki I do, ya'ni present continuous yoki present simple zamonlarini kelajakdagi gaplar uchun ham ishlatsa bo'lar ekan. Mana shuni bugun ko'rib chiqamiz. Ya'ni present continuous, present simple ishlatish orqali biz kelajakdagi rejalarimiz haqida o'zimizni shu niyatlarimizni, planlarimizni aytishimiz mumkin. Mana bu misolga qarasalaringiz, mana bu telefonda odamni o'zini kalendari, shaxsiy kalendari mana rejalashtirilgan. Oldindan o'zi rejalashtirib qo'ygan. Misol uchun dushanba kuni Monday tennis, soat 2 da tennis o'ynayman. Tuesday seshanba kuni dentist 10:10 da tish doktoriga boraman. Juma kuni Kate bilan kechga dinner qilamiz. Kechki ovqatlanamiz 8 pm. Hammasi o'zi organized, plan qilingan, rejalashtirilgan. Telefon orqali, email orqali zakaz berib, joylar aytib qo'yilgan, doktorga aytib qo'yilgan, yozdirib qo'yilgan. Mana shunaqa holatlarda, guys, biz present continuous ishlatar ekanmiz. Mana present continuous with the future meaning. Okay? Present continuous faqatgina shu hozir bo'layotgan ish harakat emas, ya'ni kelajakdagi rejalashtirib qo'yilgan, hamma narsa o'sha hal qilingan, hammasi rejalashtirib, biletlar olingan, telefonlar qilib zakazlar berilgan holatlarda ham present continuous ishlatsa bo'lar ekan kelajakda. Mana hozir aytgan gaplarimda hammasi present continuous yozilgan. Qarang, he's playing tennis on Monday. He's going to the dentist on Tuesday. Lekin seshanba, bugun misol uchun shanba bo'lsa, dushanba, seshanba, jumaga o'zi keyingi haftani rejalashtirib qo'ygan hammasini. O'shanda present continuous ishlatgan. Okay? Mana in all these examples, hamma bu ushbu misollarda Ben has already decided and arranged to do these things. Arrange degani o'sha rejalashtirib, tashkillashtirib qo'ygan demoqchi. Hammasini o'zi tashkillashtirib bo'lgan. Shu holatlarda present continuous ishlatsa bo'lar ekan kelajakda. Mana bu misollarga ham qaraymiz. Siz o'zi xalqi bo'lgansiz. Bo'ldi, men xalqi bo'ldim, shuni qilaman. Xalqi bo'ldim, chorshanba kuni Toshkentga ketaman, chunki bitta do'stim bilan ko'rishib kelaman. Bo'ldi, xalqi bo'ldim, yakshanba kuni bozorga chiqamanda shopping qilib kiyim olaman yozga. Bo'ldi, men xalqi bo'ldim. Dushanbadan men ishni boshlayman. O'zi hammasi aytib qo'yilgan, hammasi o'zi hal bo'lgan. Ko'rdinglarmi? So, misolga qarasak, what are you doing on Saturday evening? Savolda ham qaranglar, shanba kuni nima qilmoqchisan kechga? O'zbek tilida hamcha agar e'tibor bersalaring, present continuous deb beradi o'zbek tilida ham. Qaranglar, shanba kuni kechga nima qilyapsan deb savol beramiz. O'zbek tilida ham mana. E'tibor berganmisizlar? Sizlar agar what do you do on Saturday evening bo'lib qolsa, present simple bo'lib qolsa, har yakshanba kechqurun nima qilasan? Har yakshanba kechqurun odating nima? Har doimgi qiladigan ishing bo'lib qoladi. Ko'rdinglarmi? Ma'no o'zgarib ketadi. Asli aynan mana shu kelayotgan shanba kechga nima qilmoqchisan deb present continuous deb bersalar, o'sha rejalar haqida so'rayapsizlar. Aynan o'sha shanba kechki haqida. Shuning uchun continuous deb berish kerak. Javobim qayerda? I'm going to the theater. Teatrga boryapman. Agar sizlar I go to the theater desalaring, men har doim teatrga boraman bo'lib qoladi. Farqini ko'rdilaring. What time is Catherine arriving tomorrow? Ertaga Catherine nechida kelyapti? Misol uchun Toshkentga, O'zbekistonga, Samarqandga nechida uchib kelyapti? Nechida kelyapti? Reja bo'yicha. 10:30, 10:30da I'm meeting her at the station. Men borib, o'sha stansiyada, ostanovkada borib yoki aeroportni qayerda bo'lsam borib kutib olaman. Men o'zi rejalashtirib bo'ldim, shuning uchun o'sha yoqqa borib kutib olmoqchiman. Reja qilib bo'lingan, kelishib bo'lingan, hal qilib bo'lingan, shuning uchun present continuous ishlatilgan kelajakda. I'm not working tomorrow, so we can go out somewhere. Ertaga men ishlamayman, shunga biz bir joyga borishimiz mumkin aylangani. Yana rejalashtirib qo'yilgan. Shuning uchun Steve isn't playing football next Saturday. Keyingi shanba kuni Steve futbol o'ynamayapti. Chunki u oyog'ini nima qildi? Hurt degani oyog'ini jarohatladi, oyog'ini sindirib qo'ydi, oyog'ini og'ritib qo'ydi-da. Futbol o'ynab oyog'iga shikast yetdi demoqchi. Present perfect yozilgan. Qara, he has hurt. Hurt og'ritmoq bo'lsa, hurt uchinchi ko'rinishi ham hurt bo'ladi. Hurtni o'tgan zamoni ham hurt bo'ladi. Lekin mana bu joyi bor ekan, guys. Ikkalasi juda ham anaqada flexible, ya'ni ikkalasini bir-birini almashtirsa bo'ladi. I'm going to do bor-ku, keyingi unitda ko'ramiz o'sha mavzuni. I'm going to do ni ham ishlatsa bo'lar ekan, mana o'sha bu ham xato emas. Mana qarang. What are you going to do on Saturday evening deb savol bersa ham bo'lar ekan. Ya'ni kechga, shanba kuni kechga nima qilmoqchisan? O'zbekchada farqini qaranglar. What are you doing this Saturday evening? Bu shanba kuni kechga nima qilyapsan? Yoki what are you going to do this Saturday evening? Bu shanba kechga nima qilmoqchisan? Nima qilyapsan? Nima qilmoqchisan? Ma'nosi bitta-da aslida. Demak, ikkalasini almashtirib ishlatsa bo'lar ekan, xato emas ekan. Lekin
Mana bu yerda yozilgan. Lekin arrangement, ya'ni shu narsani oldindan rejalashtirib, boya aytdim-ku boshda, oldin rejalashtirib, oldindan zakaz qilib, oldindan telefon qilib, oldindan email jo'natib, oldindan yozdirib qo'ysalaring, arrangementslarga, mana bu arrangementslarga present continuous bu tabiiyroq chiqargan, ya'ni to'g'riroq degan, mana more natural degan qayli. Tabiiy chiqadi. Native speakerlar, mana inglizlar, amerikaliklar mana shunaqa present continuousda gapiradi, o'sha kelajakdagi planlari haqida. Arrangements. Mana bunga e'tibor beringlar, okay? Mana shu keyslarga arrangement bu o'sha oldindan rejalashtirib qo'yganmiz, present continuous ishlatgan ma'qul. Endi men buni aytyapti. Sizlar o'sha arrangementslaringga, mana arrange qilib qo'ygan narsalaringga, tashkillashtirib, rejalashtirib qo'ygan narsalaringga will ishlatmanglar demoqchi. Willni ham ko'ramiz hali keyingi unitlarda. Will bu kelajak, simple future. Mana kelajakdagi qilaman, boraman, ketaman deymiz-ku. O'shanda will ishlatamiz. Buni ishlatmanglar demoqchi. Mana bu rejalashtirilgan narsalarga xato bo'lar ekan, mana qaylar? Savol. What are you doing this evening? Bugun kechga nima qilyapsan? O'zbekchada ham nima qilyapsan deb present continuous so'rayapman. Agar sizlar what will you do desalar, xato bo'lar ekan. Okay? What will you do ni uzoq kelajak ishlatish mumkindir, lekin mana bu rejalashtirib qo'yilgan narsaga ishlatmanglar, xato bu demoqchi. Alex is getting married next month. Alex keyingi oy uylanyapti. Endi uylanish to'y bilasizlar, oldindan reja qilinib, hamma narsa oldindan hal qilib qo'yiladi. Shuning uchun present continuous ishlatgan. Will get bo'lmas ekan, xato bo'lar ekan. Endi yana bitta narsaga e'tibor beramiz. Mana shu present continuous holatlari juda ko'pda. Ingliz tili juda boy til, juda flexible til. Shuning uchun holatlari ko'p. Mana just before you begin to do it, bir nimani qilishdan oldin, yana bir nima qilishni boshlashdan oldin present continuous ishlatsa bo'lar ekan. Misol uchun men bu asosan men bu verblar bilan, go, come, live verblari bilan present continuous ishlatsa ham bo'ladi. O'sha ishni qilishdan oldin demoqchi-da. Misol uchun qaylar, I'm tired, charchadim. I'm tired, charchadim. I'm going to bed now. Men uxlashga ketdim demoqchi. Good night, xayr. Ko'rdilarim? Men charchadim, men ketdim uxlashga. I'm going to bed now. Hozir hal qildim, hozirgina hal qildim va ketdim. Shu uxlashga bormoqchiman, uxlashga yotmoqchiman. Agar sizlar I go to bed now desalaring, bu xato bo'lar ekan. Present simple emas, present continuous ishlash kerak. Jess, are you ready yet? Jess, tayyormisan? Yes, I'm coming. Ha, kelyapman. I come bo'lsa bu xato ekan. Bu endi aniq bu xatoligi. I come, I go to bed biz present simple har doim bo'ladigan ishga ishlatamiz. Bu narsani hali ko'p ishlatib, mashqlarni bajarib, shu ingliz tili konteksti ichida ko'rib, kinolar ko'rib, essaylar o'qib, ingliz tilini qancha o'rganganlaring sari mana shu present continuous ishlatish natural bo'lib boraveradi. Ya'ni odatlanib qolasizlar va to'g'ri ishlatishni boshlaysizlar. Ya'ni vaqt kerak ozgina moslashib ketadi. Hozir boshda chalkash bo'lishi mumkin chunki. Endi present simple ni ham kelajak uchun ishlatsa bo'lar ekan. Qachon? Odatda mana timetable degan jadval programs, misol uchun qarang, jadval deganda avtobus, poyezd, aeroport, samolyotdagi jadval bor-ku, soat 8:10 da uchib ketadi, 9:40 da qo'nadi, avtobus 6:24 da yurib ketadi, poyezd 8:13 da siljiydi. Mana shu timetable jadvallarga present simple ishlatamiz kelajak uchun. Programs degani mana bu televizordagi programmalar, kanaldagi, misol uchun oldindan chiqadi-ku, soat 8:30 da xabarlar, 9:10 da o'zbek film, 10:15 da futbol. Mana shu programmalar uchun yoki o'qishdagi darslar uchun yoki ishlaring misol uchun soat 8 da boshlab 5 da tugatasizlar. Mana shu hammasi jadvallar bo'lgani uchun bularga present simple ishlatsak bo'lar ekan kelajak uchun. Mana public transportga, shu avtobuslarga, sinemalarga, boyaga aytgan ishga, keyin o'qishdagi universitet, maktabdagi darslar boshlanish, tugatishiga hammasiga present simple ishlatsa bo'ladi. Kelajak uchun. Qaylar? My train leaves at 11:30. Mana poyezdim 11:30 da jo'nab ketadi kelajakda. So, I need to be at the station by 11:15. Va men o'sha stansiyada, poyezd stansiyada 11:15 da bo'lishim kerak. Hali kelajakda, hozir soat 7 deylik, ertalab 7 endi so'raysizlar. My train leaves at 11:30 deb aytasizlar. Will leave demaysizlar. Will leave bo'lsa xato bo'lib qoladi, chunki bu jadvallar uchun present simple. Will leaves at 11:30 deb aytish kerak. Okay? Grammatik jihatdan mana shu to'g'ri. What time does the film start this evening? Qaylar? Hozir ertalab siz bermoqsizlar. Kechga, bugun kechga kino nechida boshlanadi? What time does the film start this evening? Teacher, bu rejalashtirganmiz-ku kinoga borishni. Xo'p, kinoga borishni rejalashtirgansizlar. Kinoga borishni present continuous aytsa bo'ladi. I'm going to the cinema this evening. Ko'rdilarmi present continuous. Endi narigi she'rlarni so'raydi. Kino nechida boshlanadi o'zi deb so'raganda, lekin present simple da so'rash kerak. What time does the film start deb so'rash kerak. Farqini qayerda? Bitta kontekst. Lekin
qoidalar bo'lgani uchun o'zgardi. Okay, mana shu juda muhim. Bugun kinoga boryapmiz. I'm going to the cinema later. Endi savol, what time does the movie start? Ko'rdilar? Ikkita zamon present continuous, simple present ikkalasi kelajakda ishlatdik. Javob it's Wednesday tomorrow. Ertaga chorshanba. It will be Wednesday demasdi-da. It's Wednesday tomorrow. Yoki tomorrow is Wednesday. Chunki bu 7 kun bo'lsa, hafta kunlari bu jadvalda bu ham to'g'rimi? Har doim qaytariladi-ku. Endi mana bu ham keyingisi ham shunga o'xshagan. Mana fixed like a timetable. Fix degani bir xil, o'zgarmas degani. Ya'ni timetable ish bo'layotdi-ku, mana ish haqida gapirgan. Ish 8 da boshlanib 5 da. O'qishlari ham xuddi shunday. O'qishga soat 8 da ketaman, 11 da qaytib kelaman. Xuddi shunday present simple ishlatasiz. Mana I start my new job on Monday. Men yangi ishimni dushanba kuni boshlayman. Dushanbagacha hali ancha bor o'zi kelajakda-ku, lekin present simple aytamiz. Chunki bu fix, ya'ni belgilab bo'lingan. What time do you finish work tomorrow? Xayr, ertaga nechida tugasan? O'zi tomorrow bu kelajak bo'lsa, what time will you finish work tomorrow bo'lish kerak. Lekin will deb aytsalaring xato ekan, guys. Sizlar grammatika to'g'ri gapirmoqchi bo'lsalaring, do you finish work tomorrow? Chunki ishlaringni har doim bir vaqtda boshlab, bir vaqtda tugatasizlar. Okay? Mana bu jadvallarga present simple kelajak uchun. Endi bunda aytayapti, yana personal arrangements, shaxsiy masalalar bo'yicha, shaxsiy rejalar bo'yicha debdi. Misol uchun kinoga borish, kim bilandir uchrashish, o'sha dentistga borish, tish doktoriga yoki bor ota-onani ko'rib kelish, kechga KFCga borib chicken yeb kelish. Bu shaxsiy masalalarda debdi, present continuous ishlatganlari yaxshiroq debdi. Mana what time are you meeting Ann tomorrow? Ertaga Annni nechida ko'rmoqchisan? Nechida ko'rishyapsan Ann bilan ertaga? Lekin bu yerda o'zi present continuous ishlatishimiz kerak, chunki bu yerda jadval emas-ku, to'g'rimi? Am bilan har haftada 2 marta 3 marta ko'rishmaysizlar-ku, jadval bo'yicha yoki bir rasmiy uchrashuvlar emas-ku. Shuning uchun shaxsiy masala bo'lgani uchun present continuous bu yerda more natural, ya'ni tabiiyroq chiqadi. Oxirida compare qilamiz present continuous bilan present simple. What time are you arriving? Rejalashtirilgan. Nechida kelyapsan? Nechida uchib kelyapsan? Nechida qo'nyapsan? Javob present simple. What time does the train arrive? Ya'ni poyezd nechida keladi? Bu jadval bo'yicha. Mana boya tepada, boya yuqorida aytgan misolimda yana qaytargan. Ya'ni o'zing shaxsan o'zing nechida kelyapsanga present continuous ishlatdik. Lekin poyezdning o'zining jadvali bo'lgani uchun bunga present simple aytdik. Endi mana boya gap, xuddi shu gapni yana qaytarilgan. I'm going to the cinema this evening. Bugun kechga men kinoteatrga boryapman. Chunki shaxsiy rejam bu. Bunda the film starts at 8:15. Kino 8:15 da boshlanadi. Bu jadval. Shuning uchun present simple ishlatilgan. Xo'p. Endi mashqlarga o'tamiz. Men bu planni qo'yib chiqishman, bir Scotland tendencelarni qo'yib chiqamiz. Bu javob ekan, biz savol to'g'ri berishimiz kerak. Okay. Ya'ni do'sting holidayga ketmoqchi, rejalashtiryapti holiday ketishdi. Dubai, Tailand, Misrga. You ask her about her plans. Ya'ni rejalar haqida so'rayapsan va savol beramiz endi. So, where are you going? Qayerga ketyapsan? Chunki biz o'zini shaxsiy rejashi haqida so'rayapmiz. Shotlandiyaga. Where are you going? Scotland. Birinchisi bo'ldi, ikkinchisi qanchaga ketyapsan? Qancha muddatga ketyapsan deb savol bermoqchilar. Buni ham present continuous deb beramiz. How long? Chunki so'roq so'z bo'lgani, so'roq gap bo'lgani uchun how long birinchi unga o'tadi. Present continuous bo'lgancha eslaringizmi? Bizga to be fe'li kerak yasaganda va to be fe'li oldinga o'tadi. Chunki bu savol how long are sen deymiz, you present continuous bo'lgancha going for kattaroq qilamiz. Bo'ldi. Yana qanchaga ketyapsan? Javob 10 kunga, 10 days. Endi qachon uchib ketyapsan deb so'raymiz. Keyingi juma kuni. Bunga ham present continuous. Bu mashqda faqat present continuous. Endi when, chunki so'roq so'zi bo'lgancha when oldinga o'tadi. Uchib ketyapsan when present continuous bo'lgancha when are you leaving deymiz. Bo'ldi. Qachon uchib ketyapsan? Keyingi juma kuni. Okay? To'g'ri ham mayli yozamiz. Sen yolg'iz ketyapsanmi deb so'ramoqchisizlar. Present simple continuous bo'lgancha qayla are to be oldinga o'tadi. Are you nima? Go'mi? Going alone. Yolg'iz ketyapsanmi?
Yo'q, do'stim bilan ketyapman. Present continuous. Sizlar 5 bilan 6 ni present continuousda tuzinglar. Next one. Keyingisi mana rejalari. Qayli mana bu o'zi kalendari hammasi rejalashtirib qo'yilgan va biz bularni qo'yib chiqishimiz kerak. Xo'p, Tom sizni ko'rishga kelmoqchi, lekin siz juda bandsiz. You're very busy. Diary degani mana so'z, bu o'sha kalendar bo'ladi-ku, o'zini diary, ya'ni telefonda ham bo'ladi, diary o'sha rejalaring. Misol uchun bir oylik rejami, nima qilasizlar, qayerga borasizlar, hammasini rejalashtirib qo'yasizlar. O'shani kiritib qo'ysa bo'ladi diaryga. Xo'p, bir 3-4 kunlik rejalaringga qarayapsizlarda va unga uzr, men kela olmayman deb aytishlaring kerak ekan. Chunki men bu rejalaring bor. Xo'p, can you come on Monday evening? Tom sizlarga aytadi, dushanba kuni kechga kela olasanmi? Sizlar aytyapsizlar, dushanba kechga qarayli 7:30 da sizlar voleybollaring bor, rejalashtirib qo'ygansizlar. Sorry, but I'm playing volleyball. Mana, uzr, men voleybol o'ynayapman dushanba kuni kechga, rejalashtirib qo'yganman, kela olmayman. Sorry. Keyingisi, Tom, what about Tuesday evening then? Seshanba kechgachi? Desa, no, not Tuesday. Yo'q, seshanba emas. Chunki seshanba qayerda? 9 gacha nima qilyapsizlar? Sizlar kechgacha ishlaysizlar. Mana work late degan, shuning uchun present continuous qo'yamiz. I am working late bo'ladi. Bo'ldi. Alright? Chunki bir reja qilib qo'ygansizlar. Mana bu ikkita qolibdi. Chorshanba bilan payshanbani o'zlaring qilsalaring bo'ladi. Hammasini men present continuousda qo'ysalaring bo'ldi. Mana teatrga boryapman deb aytasizlar va men Julia bilan ko'rishyapman deb mana shu ikkalasini present continuousda yozsalaring bo'ldi. Xo'p, keyingisi have you arranged to do anything at this time? Sen mana shu paytlarga bir nima reja qilib qo'yganmisan? Va o'zimiz haqida yozar ekanmiz. O'zimizdan chiqarib yozar ekanmiz. Mana this evening, bugun kechga. Tasavvur qiling, bugun mana darsda o'tyapsizlar bugun. O'rganasizlar. Bugun kechga nima qilmoqchisiz? Qanaqa reja qilib qo'ygansizlar? I'm going out this evening. Men ko'chaga chiqyapman do'stlarim bilan. Yoki I'm not doing anything this evening. Hech nima qilmayapman bugun kechga. Tomorrow morning. Xo'p, men o'zimdan kelib chiqib aytaman. Ertalab, men ertaga ota-onamni ko'rishga boryapman. I am visiting my parents tomorrow morning deb qo'yamiz. Bo'ldi. Ya'ni men kunlarni present continuous ishlatdim, chunki ertaga men reja qilib qo'ydim o'zi. Dadamga ayamga telefon qilib, "Dada, men ertaga sizlarni ko'rishga bormoqchiman. Uyda bo'lasizlarmi?" deb telefon qilib ogohlantirib qo'ydim. Demak, men reja qilib bo'ldim, ertaga boraman. Shuning uchun present continuous ishlatdim. Endi ertaga kechga men kechgacha ishlayman. Rejam shu. Demak, I am deymiz, buni present continuous ishlatamiz. I'm working till late deylik. Tomorrow evening. Ertaga kechga men rosa kechgacha ishlayman demoqchiman. 4 bilan 5 ni o'zlaring present continuousda yozasizlar, chunki o'zlaring shaxsiy rejalarini yozasizlar. Mana bunda endi present continuous yoki present simple tanlashimiz kerak 19:4 da. Xo'p, qilamiz. I'm going to the cinema this evening. Men bugun kechga kinoteatrga boryapman. Chunki reja qo'ydim. Endi, does the film start at 3:30 or 4:30? Kino 3:30 da boshlanadimi yo 4:30 da boshlanadi? Bu jadval bo'lgani uchun present simple bo'lgan. 3 ga qaraymiz. Next Saturday qayla party. Bu shaxsiy reja bo'lgani uchun present continuous qo'yamiz. Biz keyingi shanba kuni party qilyapmiz. Kelasanmi demoqchimiz. Oddiy daragabda yozamiz. We are present continuous. We are having a party bor ekan. We are having deb qo'yamiz bo'ldi. We are having a party next Saturday. Would you like to come? Kelasanmi? Kelmoqchimisan? Seni taklif qilaman demoqchiman. 4. The art exhibition. 3-mayda tugar ekan mana bu art exhibition degani san'at asari, mana bu rasmlar, portretlarni anaqasi, выставка deydi ruschasiga, ko'rgazma. Shu san'at ko'rgazmasi 3-mayda tugaydi. Bu jadval bo'lgani uchun the art exhibition bunda present simple ishlatamiz. Endi the art exhibition 3-shaxs birlikda qilib olamiz va shuning uchun finish so'zimiz, fe'limiz finishes bo'lishi kerak. Present simple eslaridan qoidalar 3-shaxs birlikda fe'l har doim s qo'shimchasini oladi. Finish shimam sh bilan tugagani uchun es qo'ydik. Agar fe'l i bilan tugasa, shunchaki s o'zini qo'yamiz. 5. Not go. Demak, kechga men hech yoqqa chiqmayapman deb aytamiz. Buni present continuous da aytamiz. Men kechga bo'lgan hech yoqqa chiqmayapman. I am not going out this evening. Chunki men uyda qolaman deb buni ham present continuous da aytamiz.
Men uyda qolmoqchiman. Uyda I am staying at home bo'ladi. Present continuous bo'ldi. 6 bu ham present continuous chunki o'zlaring shaxsiy rejalaring bu. Sen ertalab nima qilyapsanmi deb so'ramoqchimiz. Savol bo'lgani uchun are you do fe'liga ing qo'yamiz bo'ldi. Are you doing anything tomorrow morning? Sen ertalab nima qilyapsanmi? No, I'm free. Yo'qman, bo'shman, ish nima qilyapman. Nimaga? Why? 7 14 ta mashq bor ekan. Qilib bersam bo'ladi hali. Xo'p, 7 ga qaraymiz. Endi qaylar? Biz konsertga ketyapmiz demoqchi. Present continuous chunki reja bu. We're going bo'ldi. To a concert shartnoma yozilgan. We're going to a concert. Biz konsertga ketyapmiz. Reja. Endi konsert 7:30 da boshlanadi. Ko'rdinglarmi? Bu qismi jadval bo'lgani uchun, konsertda jadval bo'lgani uchun it starts present simple. Start uchinchi shaxs it birlikda bo'lgani uchun starts deb oldik. Okay? Tushunarli mana shu joy. Yaxshi tushunyapsizlar menimcha. Jadval bo'lsa present simple, o'zlarining shaxsiy rejalari bo'lsa present continuous. 8 da ham qilamiz mayli. I've come to say goodbye. I'm leaving. Bu present simple bo'ladi. Boya aytdim-ku, bir nima qilmoqchi bo'lishlarning oldingi harakatda ham present continuous aytsa bo'lar ekan. Shunda I am leaving now. I've come to say goodbye. Men ketyapman. Xayrlashishga keldim dedi. Hop 9 dan 14 gacha bu o'zlaringga bajarishga bu mashqlari. Shu bilan bugungi unitimiz tugadi. Umid qilamanki, sizlar yaxshi o'rgandilaring, yaxshi o'zlashtlaring, mashqlarni albatta bajaringlar va sizlar bilan keyingi unitlarda ko'rishguncha. Bye.